Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli podpисчиклар. Sizlarni Avtomix kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugungi videoroliklarimiz Lacetti Gentra mashinasini, katta bolalarda mashinasini 100% original hadovoy zapchastlari haqida gaplashamiz. GM Diamond koreyskiy amortizatorlarni olib kelib qo'yganmiz. Unda bo'lsa videoni cho'zmasdan videorolikni boshladik. Manzilimiz Guliston shahrida. Pastga telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Kimga narsalar kerak bo'lsa aloqaga chiqsa bo'ladi. Akalar mana haqiqiy Made in Koreya davlatida ishlab chiqarilgan Diamond GM amortizatorlarimizni olib kelib qo'yganmiz akalar. Buni qo'ysanglar, mashinalar dunyodagi eng yumshoq mashinaga aylanadi. Akalar, qaranglar. Bitta qo'yib olsanglar, original amortizator, mazza qilasizlar. Buni narxi keladigan bo'lsak, 4 ta amortizatorimizda, ya'ni ikkita oldi, ikkita orqasini 2.675 ming so'm qilib beryapmiz. Undan tashqari, kimga agar chashkalar kerak bo'lsa, GM original haqiqiy koreyskiy chashkalarni olib kelib qo'yganmiz akalar. Mana original bo'ladi. Buni narxi keladigan bo'lsak, ikkita oldi chashka hamda ikkita orqa GM original chashkamizda 695 ming so'm qilib beryapmiz. Zo'r bo'ladi, ustalar biladi buni. Keyin original hadovoy zapchaslar kerak bo'lsa, sharovoy nakонечник, stabilizatorlar, mushtum sharovoylar, hamma narsalari, mana fotokalar original bo'ladi. Bular ham 100%. Orqa hadovoy, oldi hadovoy, rezinalari hammasi 1.430 ming so'm tushadi. Mana telefon nomerlarimiz, telefon qilib bemalol bog'lasanglar bo'ladi. Agar hadovoy rezina, sharovoy nakонечник 100% hadovoyda nima bo'lsa hammasini olaman desanglar, hammasi 4.800 ming so'mga tushadi. Original GM haqiqiy bo'ladi akalar. Bu videoni haqiqiy katta bolalarda mashinasini haydaydigan do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Mana original hadovoylari shuncha narxga tushar ekan. Videoga bir dona like bosib, kanalga podpiska qilib qo'ysanglar, shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib olmaysizlar.